Men Barobar bio 21-guruh talabasi Niyoz va Shahnoza umumiy mikrobiologiya, bakterial hujayraning kimyoviy tarkibi, bakteriyalarning morfologiyasi va tuzilishi mavzusidan tayyorlagan taqdimot ishi. Bakteriyalarning kimyoviy tarkibi bu ularning tarkibiga kiradigan oqsil, uglevod, lipid, nuklein kislota kabi moddalarni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, bakteriya hujayrasi azot, uglerod, kislorod, vodoroddan tashkil topgan. Azot quruq qoldiqning 8-16% uglerod, 45-55% kislorod, 30% vodorod, 6-8% ni tashkil qiladi. Yana bakteriyalar hujayrasi 8 tarkibga suv, ferment mavjud. Bakteriya hujayrasi kimyoviy tarkibi fermentlar, suv, quruq qoldiqlar. Bakteriyalar tarkibini o'rganish, ularning hujayrasi tarkibidagi kimyoviy moddalar va ularning bakteriyalar hujayrasidagi ahamiyatini o'rganish. Quruq modda tarkibiga kiruvchi oqsil, uglerod, lipid va bakteriyalarning kimyoviy tarkibi bu ularning tarkibiga kiradigan oqsil, uglevod, lipid, nuklein kislotalar kabi moddalarni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, bakteriya hujayrasi tadqiqot natijalari bakteriya lipidlari erkin yog' kislotalaridan 25-30% neytral yog'lar, mum va fosfolipidlar iborat. Ich terlama bakteriyalarning lipidlari erkin yog' kislotalari palmatin, stearin, kapron va boshqa kislotalardan tuzilgan. Sil makrobakteriyalari uglevod va mikol kislotasidan iborat bo'lib, tarkibida 12-15% bog'langan lipidlar bor. Bulardan ko'p miqdorda mum moddasi ham bo'lib, bu omillar mikrobakteriyalarning kislotasi, spirt ishqorlar ta'siriga chidamliligini ta'minlaydi. Bakteriya lipidlar fosfolipidlar quruq moddaning 0,5-7% ni tashkil etadi. Fosfolipidlar gidroliz qilinganda yog' kislotalari, polisaxaridlar va glifosfat hamda xolinlarga parchalanadi. Bakteriya hujayrasining kimyoviy tarkibi oziq muhitning turi, moddalar almashinuvining ketishi va tashqi muhit omillariga bog'liq. Bakteriya hujayrasining kimyoviy tarkibini o'rganish, bakteriya tarkibida mavjud bo'lgan fermentlar, vitaminlar, oqsillar, uglevod, lipidlar, nuklein kislota va boshqa shu kabi quruq moddalarning bakteriya hujayrasidagi miqdori, ularning tarkibiy qismlarini o'rganish. Bu moddalarning kimyoviy tarkibi, turlari va ularni o'rganishdan iborat. Bakteriyalar yunoncha so'zdan olingan hisoblanib, ular ikki xil guruhga bo'linadi: evkariot va prokaryotlar. Bakteriyada hujayra pardasi ko'p miqdorda dezoksiribonuklein kislota va sodda yadro mavjud. Mitoxondriya va xloroplast odatda bo'lmaydi. Yadroning xromosomalari va qobig'i ko'zga ko'rinmaydi. Bakteriyalar ko'ndalangiga bo'linish, ba'zan cho'zilish yoki kurtaklanish yo'li bilan ko'payadi. Bakteriyalarning ko'p turi tayoqcha shaklida bo'ladi, biroq sharsimon, ipsimon yoki buralgan shakli mikroorganizmlar uchraydi. Bakteriyalarning fiziologik xususiyatlari nihoyatda xilma-xil. Ular biokimyoviy jihatdan juda faol. Bakteriyalar tuproqda, suvda, suv havzalari zaminida va boshqa joylarda tarqalgan. Ular yagona bir guruh bo'lmay, har xil yo'llar bilan vujudga kelgan organizmlardir. Ba'zi bakteriyalar, masalan, ipsimon, azotobakter va boshqalar ko'k yashil suyaklariga yaqin, ayrim bakteriyalar esa nursimon zamburug'lar yoki aktinomitsitlar bilan urug'dosh, spiroxoidlar va boshqalar bir hujayrali sodda hayvonlarga o'xshaydi. Bakteriyalarning katta-kichigi, shakli, tuzilishi, harakatchanligi har xil. Sharsimon bakteriyalarning diametri odatda 1-2 mikrometr, tayoqcha shaklidagilarning yo'g'onligi 0,4 dan 0,8 mikrometrgacha, uzunligi 2-5 mikrometr bo'ladi. Ba'zan juda yirik bakteriyalar ham uchraydi. Ayrim bakteriyalar shu qadar maydaki, hatto bakterial filtrdan ham o'tib ketadi. Sharsimon bakteriyalar koklar deb ataladi. Agar koklar ko'ndalangiga bo'linish yo'li bilan ko'paysa va bo'lingandan keyin bir-biriga qo'shilganligicha qolib zanjir hosil qilsa, streptokoklar deyiladi. Hujayralar 3 ta o'zaro tik yo'nalishda bo'linsa, hujayralar xaltachasi paketini hosil qiladi. Bunday shakl sarsinalar uchun xos. Koklar har xil yo'nalishda bo'linsa, hujayralarning uzun boshining g'ujumi shaklidagi to'plami hosil bo'ladi. Bunday shakl streptokoklarga taalluqli sporalar hosil qiladigan tayoqchasimon turlari batsillalar deyiladi.
bakteriyaning uchlari tekis qirqilgan yoki do'ngroq bo'lishi mumkin. Bular alohida yoki ba'zan zanjir shaklida joylashadi. Uzun ip hosil qiladigan ipsimon bakteriyalar asosan suvda yashaydi. Virgul shaklidagi bakteriyalar, vibrionlar, yo'g'on spiralsimon buralgan spirallar bir nechta bir xildagi ingichka buramalilari spiroxoidalar deyiladi. Elektron mikroskopda qaralganda bakteriyaning hujayra pardasi bir nechta, odatda 3 qavat ekanligi ko'rinadi. Uning tarkibiga buramin kislota, aminokislotalar, lipidlar, glyukozamin va boshqa birikmalar kiradi. Hujayra pardasi ostida sitoplazmatik membrana bor. Shu membrana moddalar almashinuvida muhim rol o'ynaydi. Sitoplazmada ribosomalar bo'lib, ular tarkibida RNK kiradi. Bakteriya hujayrasida DNK iplari bor. Ular qobiqsiz yadro, ya'ni nukleotid hosil qiladi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.